يشدو به ألقا سعدا وجلانا علم الشريعة باب فاز داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا علم الشريعة غيث سح وابله بسم الله الرحمن الرحيم غضا وريانا لله در بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz Arba'an Navoiyya kitobini o'qiyotgan edik. Arba'an Navoiyyaning ikkinchi hadisini sharhini bitirib foydalarga kirishgan edik. Foydalaridan hozir o'sha davom ettiramiz inshaalloh. Alloh kuch-quvvat bersa, bugun ikkinchi hadisni tugatamiz. Biz to'xtagan joyimiz Jahmiya mazhabi haqida to'xtagan edik. Jahmiyalar uchta ko'rinishda bular, barchasi ular buzuq firqa bo'lib hisoblanadi. Birinchi Jahmiyalar birinchisi u sifatlarga taalluqli bo'lgani bor. Keyin Jabariyalar bor, qadarga taalluqli bo'lgani bor, irjo bor, rujalik deydi. Bu iymonga taalluqli bo'ladigani bor. Bu jihatlarning barchasida bir yaxshilik yo'q deb Arba'an Navoiyyani shorihi Husayn rahimahulloh aytibdilar. Va li hada qawlu qa'il, bir aytuvchi mana bunda aytsaki, "Idza kana kullu shay'in bi mashi'atillah va bi kitabillah, fa nahnu mujbarun ala a'malina." قول لا يخفى فيه من الفساد لأنه إذا كان الإنسان مجبرا وفعل الفعل ثم عذب عليه فهو مظلوم. Agar har bir narsada Allohning xohishi va Allohning kitobati bilan, ya'ni Alloh taolo yozib qo'yganligi bilan bo'ladigan bo'lsa, biz bu yerda amallarimizda majburlangan bo'lib qolamiz deb aytsa, shu so'zni aytadigan bo'lsa, bu buzuq so'z ekanligi maxfiy emas. Yani ochiq bu. Chunki inson majbur bo'ladigan bo'lsa, bir narsani qilishga majbur bo'ladigan bo'lsa va bir fe'lni bajarsa, u bilan jazolantiriladigan bo'lsa, u mazlum bo'lib qoladi. Shuning uchun bashardan bir narsa ro'y beradigan bo'lsa agar, ya'ni bir kishini uni bu fe'lni bajarishlikka bittasini majburlashlik bilan hodisa ro'y beradigan bo'lsa, keyin unda jazolantirilsa u shaxs, albatta insonlar unga baqir-chaqir qiladi. Endi xalqqa nisbatan qanday bu so'z aytiladi? Yani mahluqlar orasida ham shunday holat, ya'ni majburlab bir ishni qildiryapti-da, keyin azoblaydigan bo'lsa, jazolaydigan bo'lsa, insonlar baqir-chaqir qiladi. Endi Alloh taoloning bu adolatiga to'g'ri kelmaydigan holat-ku bu, deyapti-da. Shuning uchun mana bu so'zni aytadigan kimsa, biz majburlanganmiz deb aytadigan kimsa, bu yerda haqiqatda eng botil so'zni aytgan bo'ladi. E'tibor qilinadi, hisoblanadi bu so'zda. Biz albatta fe'llarni bir ishni bajarishda yoki tark qilishlikda majburlanmayotganligimizni his qilamiz. Va biz buni o'zimizni tom ixtiyorimiz, o'zimizning haqiqiy ixtiyorimiz bilan bajaramiz. Shuning uchun qaror, mana bu istifhom, hodis, muhdas bo'lgan narsalar, mana bu qaror bilan mana bu yangi bo'ladigan savollarni botil qiladi, yo'q qiladi. Bu savollar qanday? Inson boshqariladimi yoki ixtiyoriy holatda bajaradi? Shu savol. Shu savolni yo'qqa chiqaradi. Va mana bu narsa o'zi bunday savol bo'lishligi o'zi to'g'ri bo'lmagan savol. Mana shu savolni so'raydigan kimsa o'zidan so'rashligi lozim bo'ladiki, hal ajbarahu ahadun ala an yasala hada sual. Mana shu savolni so'rashligida birortasi u odamni majburlayaptimi? Barcha bilan barcha biladiki, barchasi inson birortasi majburlaymaydigan holatida, ixtiyoriy holatda bajarayotgan ekanligi bilinadi. Fa indama ahdara min bayti ila al-masjid hal ash'aru bi anna ahadan ajbarani. Men uyimdan masjidga, ya'ni keladigan paytimda birortasi meni majburlayotgan ekanligini his qilamanmi? Yo'q. Mana shuningdek, men o'z ixtiyorim bilan kechga qolgan paytimda birortasi meni majburlayotgan ekanligini his qilamanmi? Yo'q. Inson muhayyirun la shak. Inson shubhasiz ixtiyoriy holatdadir. Ya'ni nima ish bajarishligi, nima ishni tark qilishligida ixtiyoriy holatdadir. Lekin ma yaf'aluhu al-insan na'lamu annahu maktubun min qabl. Lekin inson nima narsa qilmasin, bilamizki, buni oldindan, ya'ni yozilib qo'yilgan ekanligini bilamiz. Va li hada nastadillu ala kitabatillahi azza va jalla li af'alina. Mana shuning uchun, ya'ni dalil chiqarib olamizki, Alloh taoloning kitobatida bizning fe'llarimiz uchun va Allohning undagi irodasi va voqea bo'lgandan keyin uni yaratishligi haqida dalil chiqarib olamiz. Amma qabla wuqu'i fala nadri. Ammo voqea bo'lishligidan oldingi holatini fala nadri, biz bilmaymiz. Va li hada qala Alloh, shuning uchun Alloh taolo aytdiki, "Va ma tadri nafsun ma taksibu ghadan, va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, innalloha alimun khabir." Nafs ertaga nima kasb qilishligini bilmaydi va nafs qaysi yerda o'lishligini ham bilmaydi. Alloh taolo biluvchi, xabardor bo'lgan zotdir. Fa idza kana hada huwa al-waqi' bin-nisbati lil-mashiya. Mana bu voqea bo'lishlikka nisbatan mashiyat uchun, xohish uchundir bu. Alloh taala yasha'u kulli shay'in, lakin la yujbar al-ibad. Agar mana bu xohishga nisbatan voqea bo'luvchi bo'lsa, xohishga nisbatan voqea bo'lsa, deydi. Alloh taolo
yashau kulli shay'in, barcha narsani xohlaydi. Lakin la yujbarul ibad, banda lekin majburlanmaydi. Val ibadu muxtaruna fala zulma hina idin. Balki bandalar ixtiyorli bo'ladi, bu yerda zulm yo'q. Va lihada idza waqa'a fi'lul abdi min g'ayri ikhtiyari rufi'a anhu al-ithm. Mana shuning uchun quldan bir fe'l voqi bo'lsa, ixtiyorsiz holatda undan gunoh ko'tariladi. Kama law kana jahilan aw mukrahan aw nasiyan fa innahu yurfa'u anhu al-ithm li'annahu lam yakhtarhu. Agar u johil bo'lsa yoki majburlangan yoki unutmaydigan bo'lsa, undan gunoh ko'tariladi, chunki u ixtiyor unda bo'lmaganda. Ya'ni unga ixtiyorli holatda ishni bajarmagan edi. Va lihada qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adahu min al-jannah wa maq'adahu min an-nar." Qala ya Rasulullah afala nad'u al-'amala wa nattakilu ala ma kutiba? Qala la, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Amma ahlus sa'ada Allahumma ij'alna minhum fa yuyassaruna li 'amali ahli sa'ada wa amma ahlus shaqawa fa yuyassaruna li 'amali ahli shaqawa. Shuningdek Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, sizlardan biror bir kishi yo'qki illa u uchun jannatdan bir o'rni bor yozib qo'yilgan va jahannamdan bir o'rin yozib qo'yilgan. Sahobalar aytdi: "Ya Rasululloh, unday bo'ladigan bo'lsa biz amallarni tark qilib, o'sha yozilgan narsaga suyansak bo'lmaydimi?" Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Yo'q. Sizlar amal qilinglar. Har qanday kimsa o'sha u uchun yaratilgan narsaga muyassar, ya'ni yengillatilingandir. Saodat ahli esa, ammo saodat ahlini amaliga yengillatilingan bo'ladi. Baxtsizlar ahli esa o'sha baxtsizlik ahllarining amaliga, ya'ni yengil qilingan bo'ladi. Ya'ni shu amalni qilishlik unga osonlashtirilgan bo'ladi." Keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallam mustadillan va muqirran lima qala qawlulloh azza va jalla: "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra." Nabiy sallallohu alayhi va sallam Alloh taolaning quyidagi oyatini, ya'ni Layl surasini 5-oyati bilan 10-oyatigacha dalil sifatida dalil qilib o'qidilar. Ammo ihson qilgan va taqvo qilgan kimsa va oqibatni, ya'ni oxiratni tasdiqlagan kimsaga biz uni o'sha oson yo'lga nima qilib qo'yamiz? Yengil qilib qo'yamiz. Oson yo'l uchun, ya'ni oson yo'l uchun degani shu jannat uchun, jannatning yo'lini oson qilib qo'yamiz. Ammo baxil bo'lgan kimsa va o'zini behojat qilgan kimsa va oqibatni, ya'ni oxiratni yolg'onga chiqargan kimsalarga esa usrni, qiyinchilikni yengillashtirib, yengil qilib qo'yamiz. Demak, amal qilishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Rasululloh shu oyatda o'qib, tasdiq sifatida aytdilar: "Ar-rizqu maktubun va muradun lillahi va ma'a zalika fal insanu yas'a lir-rizq." Rizq yozib qo'yilgan va maqsad Alloh uchun va mana shu bilan birgalikda inson rizqqa harakat qiladi. Mana shunday al-walad maktub, bola ya'ni yozilingandir, ya'ni farzand ko'rishligi. Mana shu bilan birgalikda inson harakat qiladi va nikoh bilan bolani talab qiladi. Va aytmaydiki, "Sa'anamu 'alal firashi", men ko'rpada uxlayman. Agar Alloh menga bolani qadar qilgan bo'lsa, u menga keladi, yaqinda keladi deb aytmaydi odam. Agar buni aytadigan bo'lsa, mana shu kalomda aytadigan bo'lsa, so'z aytsa, u ahmoq odam bo'lib qoladi. Mana shunday solih amal ham, "I'mal amalan solihan min ajli an tadkhulal janna." Solih amal ham mana shunday hisoblanadi. Agar solih amalni qilgin, nimaga? Jannatga kirishlik uchun. Va biror bir odam seni toatdan, ya'ni Allohga itoat qilishlikdan man qilmaydi. Va biror bir odam esa seni gunohga majburlamaydi. Majburlaydigan biror bir odam yo'q demoqchi. Mushriklar esa qadarni, o'zlarining shirklariga qadarni nima qilib hujjat qildilar. Alloh taolo aytadiki, ular haqida An'am surasining 148-oyatda: "Sayaqulul ladina ashraku law sha'a Allohu ma ashrakna wa la aba'una wa la harramna min shay." Ular yaqinda sizga aytadilarki, agar Alloh xohlaganda biz ham va otalarimiz ham shirk keltirmagan bo'lardik. Va la harramna min shay, va biror narsani biz o'zimizcha, ya'ni o'zimizcha harom qilib olgan bo'lmasdik. Shirk keltirgan ham bo'lmasdikda va harom qilib olgan ham bo'lmasdik deb aytdilar. Bunga javoban Alloh taolo aytdiki, An'am surasining 148-oyatda davomida o'zi: "Kazalika kazzabal ladina min qablihim hatta daqu ba'sana." Ulardan oldingi kimsalarni yolg'onga chiqardilar. Mana shunday o'zlaridan oldingi kimsalarni yolg'onga chiqardilar, hatto daqu ba'sana, bizni hatto azobimizni topdilaricha. Falam tuqbal minhum hadhihi al-hujja. Mana bu hujjatni ulardan qabul qilinmadi. Chunki Alloh taolo ja'ala zalika takziban, mana buni Alloh taolo yolg'onga chiqarib va u uchun uqubatni qildi. Ya'ni hatto zaqi ba'sana dedi. Hatto azobimizni tortadilar dedi. Yana bir aytuvchi aytsaki, "Inna ladayna hadisan." Bizning huzurimizda bir hadis bor. Aqarra fihi Nabiy sallallohu alayhi vasallam al-ihtijaj bil qadar. Ya'ni qadarni hujjat qilishlikka Nabiy sallallohu alayhi vasallam keltirgan hadis bor bizning huzurimizda. Va huwa anna Adam va Musa tahajja wa takhasama. Faqala Musa li Adam: "Anta abuna khayyabtana akhrajtana wa nafsaka min al-jannah." Bir qissani aytib beryapti Nabiy sallallohu alayhi vasallam chiqargan aytgan hadis. Odam bilan Musa ikkisi bir-biri bilan tortishib qoldi, hujjat talashdi. Musa alayhissalom Odam alayhissalomga aytdi: "Sen bizni otamizsan. Sen bizni, ya'ni baxtsiz qilding. Bizni ham o'zingni ham jannatdan chiqarding." dedi. "Li'anna khuruj Adam min al-jannah min ajli annahu akala min ash-shajarati allati nuhiya an al-akli minha." Endi Odam alayhissalom jannatdan chiqishligi bu o'sha qaytarilgan, yeyishlikdan qaytarilgan daraxtni yeb qo'yganliklari uchun bo'ldi bu. Faqallahu Odam alayhissalom unga aytdi: "Atalumuni ala shay'in qad katabahu Allohu alayya min qabla an yakhluqani."
فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى مرتين أو ثلاثا وفي لفظ فحجه آدم يعني غلبه في الحجة. آدم aleyhissalom Musa aleyhissalomga aytdiki, sen meni Alloh taolo meni yaratishligidan oldin menga yozib qo'ygan narsa bilan malomat qilyapsanmi dedi. Keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Odam alayhissalom Musa alayhissalomni hujjatda yutdi. 2 marta yoki 3 marta degan bu boshqa bir lafzda. Odam alayhissalom ya'ni umumiy gapda Musa alayhissalomni hujjatda g'olib keldi. Hada yatamassaku bihi man yahtajju bil qadari ala fi'l al ma'asi. Gunoh qilishlikda qadarni hujjat qiladigan kimsa mana buni ushlaydi. Nima deb ushlaydi? O'sha Odam alayhissalom Musa alayhissalomning orasidagi bo'lgan tortishuvdagi holat. Odam alayhissalom qilgan javobi. Lekin bundan chiqadigan o'rin qanday bo'ladi? Hadis sahihaynda kelgan, ya'ni Buxoriy Muslimda kelgan. Ajaba Shayxul Islam Ibn Taymiyya rahimahulloh bi javobin va ajaba tilmiduhu Ibn al-Qayyim rahimahulloh bi javobin akhar. Ibn Taymiyya rahimahulloh bunga bir javob qilgan va uning shogirdi Ibn Qayyim rahimahulloh boshqa bir javob bilan aytgan. Ibn Taymiyya rahimahulloh aytgan, Odam alayhissalom fa'ala dhanb, gunohni qilgan va sara dhanbahu sababan li khurujihi min al-jannah. O'sha gunohi sababli jannatdan chiqarildi. ولكنه تاب من الذنب لكن هو gunohdan tavba qildi va ba'da tawbatihi ijtabahu Alloh va taba alayhi va hadahu. Uning gunohi jannatdan chiqishligiga sabab bo'ldi o'zi. Lekin u zot tavba qildi va tavbasidan keyin Alloh taoloning tavbasini nima qildi? Ijobat qildi va uni tavbasiga ijobat qilib uni hidoyat qildi. At-taib min az-zambi kaman la dambara hadisda kelgani kabi gunoh qiluvchining tavbasi, gunoh qilganda, ya'ni gunohning tavbasi, gunohga tavba qiluvchi xuddiki gunoh yo'q kabidir. Va min al-muhali anna Musa alayhi salatu wassalam va huwa ahadu ulul azmi min ar-rusul. Endi mumkin emaski Musa alayhissalom payg'ambarlarning ulul azm bo'lgan, ya'ni ahd olingan 5 ta payg'ambardan biri hisoblanadi. Yalumu abahu ala shay'in taba minhu. Tavba qilgan, ya'ni otasini mana shunda bir narsada malomat qiladi. Ya'ni unga tavba qilgan narsada otasini malomat qiladi. Ki Alloh taolo uni tavbasini ijobat qilib, undan keyin nima qildi? To'g'ri yo'lga hidoyat qildi. Va innamal lawma ala al-musiba allati hasalat bi fi'lihi. Va endi musibatda, ya'ni fe'l hosil bo'lgan musibatga malomat qilishlik. Va hiya ikhrojun nasi va nafsihi min al-janna, va u insonlarni ham o'zini ham jannatdan chiqarishligi bo'lgan holatida. Fa inna sababa hada al-ikhroj huwa ma'siyatu Adam. Mana bu sabab, mana bu chiqarishlik sababi u Odam alayhissalomda gunohi. Ala anna Adam alayhissalam la shakka annahu lam yaf'al hada liyukhrij min al-janna hatta yaluma. Fa kayfa yalumu Musa? Xo'p, endi aytayapti o'zi, ya'ni mumkin bo'lmaydiki Musa alayhissalom, ya'ni payg'ambarlar ichida ulul azm bo'lgan, ya'ni ahd paymon olingan payg'ambarlar, eng tanlab saralangan payg'ambarlar ichida, payg'ambarlar ichida. U otasini, ya'ni tavba qilgan, bir narsada otasini malomat qilyapti. U otasi unda tavba qilgan. Alloh taolo uni tanlab olgan. Undan keyin tanlab olib va uni nima qildi? Tavbasini qabul qilib hidoyat qildi. Va musibatga, ya'ni uni fe'li bilan hosil bo'lgan musibatga malomat qilishlik va uni o'zini ham insonlarni ham jannatdan chiqarishligi, bu mana bu chiqarishlikning sababi u Odam alayhissalomning gunohi deyilyapti. Odam alayhissalom shak shubha yo'qki, jannatdan chiqarishlik uchun mana bu fe'lni qilmagan ekanligiga. Hatto u malomatlansa, qanday endi Musa alayhissalom Odam alayhissalomni malomat qiladi? Bu zohir vajhki Musa alayhissalom Odam alayhissalomni gunoh ishni qilganligiga ko'ra tanbih malomati kelmadi. U faqatgina Allohning qadaridan bo'lgan musibatga malomat qildi. Musibatga ko'ra malomat qildi deyapti. Va hina idin yatabayyanu annahu la hujjata fil hadisi liman yastadilla ala fi'l al-ma'asi. Xo'p, bu yerda mana shu paytda ochiq bo'ladiki, hadisda gunoh qilishlikka dalil qilib oladigan kimsa uchun hadisda bir hujjat yo'q ekanligi ochiq bo'ladi. Demak, musibatga hujjat qilganligi, Musa alayhissalom musibatga ko'ra, ya'ni hujjat bo'ladi bunda deyapti. Musibatga ko'ra hujjat bo'ladi. Va hiya ikhroj min al-janna, va u jannatdan chiqarishlik bo'ldi u. Va lihada qala akhrajtana va nafsaka min al-janna. Shuning uchun aytdiki, bizni ham o'zingni ham jannatdan chiqarding dedi. Va lam yakul asayta robbaka fahuna. Robbingga ya'ni osiy bo'lding deb aytmadi. Fahuna kalam Musa ma'a abihi Adam ala al-musiba allati hasalat. Bu yerda Musa alayhissalomning so'zi otasi Odam alayhissalom, ya'ni hosil bo'lgan musibatiga ko'ra ligi ma'lum bo'ladi. Musa alayhissalomning otasiga gapirgan gapi u musibatiga ko'ra deyilyapti. Va hiya ikhroj min al-janna, o'sha jannatdan chiqarishlik bo'ldi. Va in kana sababu huwa fi'l Adam alayhissalam,
agar sabab u Odam alayhissalomda fe'li bo'ladigan bo'lsa, qala rahimahulloh Allohumma al-lawma 'ala al-masa'ib wa 'ala al-ma'ayib in istamara al-insanu fiha. Tepadagi so'zga bog'langan ekan. O'sha Odam alayhissalomda Musa alayhissalomning so'zlari otasi Odam alayhissalomga boshiga kelgan musibatiga ko'ra bo'lganligidir. Bu o'sha jannatdan chiqarganligi. Agarki sabab Odam alayhissalomda u fe'li bo'lsa ham. Rahimahulloh aytadiki, musibatlarga, o'sha ayb qilingan narsalarga, ayb o'rinlariga ma'lumot qilishlik, tanbih berishlik qachon bo'ladi? Agarki inson u narsada davomli bo'lsa. deb aytibdilar. Bu Ibn Taymiya rahimahullohning so'zlari. Ya'ni qisqacha so'zda, ya'ni musibatiga Odam alayhissalomni Musa alayhissalom ma'lumot qilishligi musibatiga ko'ra, fe'li anaqasiga ko'ra emas, ya'ni qilgan gunohiga ko'ra emas degan gapni aytdi Ibn Taymiya rahimahulloh. Endi o'quvchisi Ibn Qoyyim rahimahulloh aytadiki, boshqa javob bilan, innal lawma ala fi'li al-ma'siyah ba'da at-tawbati minha ghalat. Endi gunoh qilgandan keyin, gunoh qilib va gunohdan tavba qilgandan keyin qilinadigan ma'lumot bu noto'g'ri ma'lumot. G'alati, xatodir bu gap. Va inna ihtijaj al-insani bil qadari ba'da at-tawbati min al-ma'siyati sahih. Insonni gunohdan tavba qilgandan keyin qadarni hujjat qilishligi, qadar bilan hujjat qilishligi to'g'ridir. Albatta inson masalan xamir ichib qo'yadi, aroq ichib qo'yadi, uni ma'lumot qilib, u tavba qilgan, ya'ni haqiqiy tavba qilgan holatida ham uni ma'lumot qila boshlaysan. Va u aytadiki, "Hada amrun muqaddarun alayya va illa lastu min ahli shurbil khamr." Menga bu narsa yozilingan ish, men qadarimda bor bo'lgan ish. Lekin men aroq ichadigan odamlardan emas edim, dedi. Va tajidu indahu min al-huzn wa an-nadami ala al-ma'siyati shay'an 'aziman. Va sen uni qilgan gunohiga ko'ra mahzunlik, nadomatni katta bir narsada holatda ko'rasan. Ya'ni qattiq bir nadomatdaligini ko'rasan, deyapti. Fa hada yaqulu Ibn Qoyyim la ba's bih. Mana bu Ibn Qoyyim rahimahulloh aytgan, unda hech anaqa yo'q, ya'ni hech gap yo'q, deyapti. Ammo qadarni hujjat qilishlik mumkin bo'lmaydiki, fa huwa ay yahtajja bil qadari li yastamirra ala ma'siyatihi. Ma'siyatda davom etishlik uchun qadarni hujjat qilishlik bu yerda mumkin bo'lmaydi. Kama fa'ala al-mushrikun, xuddiki mushriklar qilgan kabi. Amma inson yahtajju bil qadari li daf'i al-lawmi anhu ma'a anna al-lawma qad indafa'a bi tawbatihi fa huwa la ba'sa bihi. Ammo inson o'zidan ma'lumotni daf qilishlik uchun qadarni hujjat qiladigan bo'lsa va bu ma'lumot aslida uni tavbaga, ya'ni chaqiradigan bo'lsa, undaydigan bo'lsa, unda hech gap yo'qdir. Ya'ni boshqatdan shuni aytaveramiz. O'zi qadarni hujjat qilishlik mumkin emas. Qachonki u ma'siyatda davom etganligi uchun qadarni hujjat qilishlikka hisoblanadi bu. Xuddiki mushriklar shu narsani qilgani kabi. Ammo inson qadarni hujjat qiladigan inson, undan ma'lumotni daf qilishlik uchun qadarni hujjat qiladigan insonga bu ma'lumot aslida ma'lumot uni tavbaga undashlik uchun bo'ladigan bo'lsa, bunda hech gap yo'q, deyapti. Bir odam shu qadarni hujjat qilib turganda ham ma'lumot qilsa, bu shu tavbaga undashlik ma'nosi bo'lsa, hech gap yo'q, deyapti. Va hada al-jawab jawabun wadihun yatasawwaru al-insanu bi qurbin wa in kana kalamu shaykh al-islam rahimahullah asadun wa asaddu wa aswabu lakin la mani'a bi an yujaba bima ajaba bihi al-allama ibn al-qayyim rahimahullah. Ya'ni hozirgi tepada aytgan oxirgi so'zlarda aytayapti. Bu javob vodih, ochiq bo'lgan, ya'ni inson yaqindan yana tasavvur qila oladigan ochiq bo'lgan javob bo'ldi. Agarki Shayx al-Islam Ibn Taymiyaning so'zi kuchliroq, quvvatliroq, to'g'riroq bo'lsa ham, lekin Ibn Qoyyim rahimahulloh javob qilgan narsa bilan javob qilishlikda bir moniya yo'qdir, deyapti. Qisqa buni yig'inda qilib aytaveramiz. Ibn Taymiya rahimahulloh avvalan deyapti, Sahihaynda kelgan bo'lsa ham, Musa alayhissalom Odam alayhissalomni gunohi uchun ma'lumot qilmadi. Musibati uchun ma'lumot qildi deb aytayapti. Chunki mumkin emas otasini, ya'ni bu payg'ambar bunday ma'lumot qilishini aytayapti-da. Ya'ni shu bilan to'xtadi. Endi Ibn Qoyyim rahimahulloh aytayaptiki, xo'p, mumkin u gunohni qilgan bo'lsa ham, lekin gunohga tavba qilgandan keyin unga anaqa qilsa, ya'ni uni qadardan deb aytadigan bo'lsa, bu ma'lumot qilgan odamga nisbatan bu qadarimda bor edi desa, bunda joiz bo'ladi degan gapni aytdi. Illa sharti davom etmasligi, ya'ni davomiy bo'lmaganligi bo'lishi kerak. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytdiki, ko'rinish yana mana bu ko'rinish ham borki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam qizlari Fatima va amaklarining o'g'li Ali radhiyallohu anhu ni kechasida uylarining nima qilishda taqillatdi, eshigini taqillatdi. Ikkovini ham uxlagan holatda topdilar. Aytdilarki, "Ala tusalliyan" dedilar. Namoz o'qimaysizlarmi dedilar-da, ya'ni. Fakannahu
Fakannahu aba alayhima. Xuddiki, ya'ni ikkoviniga tanbih berganday bo'ldilar-da bu yerda. Ay limada la taquma li salati at-tahajjud. Nima uchun namozga, ya'ni tahajjud namoziga turmadilaring deganda, ya'ni ko'rinish bor bu yerda degan ma'noda aytilyapti. Ali radhiyallohu anhu aytdiki, ya Rasululloh, inna anfusana bi yadillah. Bizning nafsimiz Allohning qo'lidadir. Fa idza sha'a agar Alloh xohlasa, yab'athana, agar Alloh yuborishni xohlasa, ba'athna, biz qayta turamiz. Xaraja nabiy sallallohu alayhi vasallam va huwa yadribu ala fakhrihi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sonlariga urib chiqdilarda va aytdilarki, va kana al-insanu akthara shay'in jadala. Inson ko'p narsada, ya'ni tortishuvchi deb o'qib chiqdilar. Yana Ali radhiyallohu anhu dafi'a anhu, ya'ni dafi'un an nafsihi bi amrin intaha wa qada. Ali radhiyallohu anhu o'zining nafsidan, ya'ni tugagan, ya'ni bu bo'lgan ishga hukm qilib, bu bo'lgan ish bilan o'zining nafsidan daf qildi. Ya'ni aytdi o'zidan soqit qildi, deyapti. Agar inson bir ma'siyatni qilsa-da va biz unga bir uqubatni, jazoni had jihatdanmi yoki ta'zir jihatdanmi, ya'ni jazo jihatdanmi yoki ta'zir berish jihatdanmi qo'yim qilishni xohlasak va aytsaki, ana maktubun alayya hada, bu menga yozilgan desa, va nafruda annahu zana, faraz qilsakki u zino qilgan, va qulna, va aytsakki uni 100 jalda uringlar va 1 yil shahardan badarra qilinglar deb aytsak, u aytsa, yo'q, to'xtanglar, bu narsa menga yozilgan desa, sizlar buni inkor qilasizlarmi deb aytsa, biz aytamizki, biz uni inkor qilmaymiz. Va aytadiki, menga ma'lumot yo'q deydi. Biz aytamizki, biz seni jalda uramiz va mana bu bizlarga yozilgani deb aytamiz, deb Rasululloh rahmatulloh aytibdi. Endi bunga bir dalil sifatida Umar radhiyallohu anhu davrida bo'lgan voqeani aytadi. Bir o'g'ri Umar radhiyallohu anhu, Amirul Mu'minin Umar radhiyallohu anhuning huzuriga ko'tariladi. Fa amara bi qat'i yadihi, ko'tariladi, ya'ni jazo sifatida ko'tariladi. Uni qo'lini kesishga buyuradi Umar radhiyallohu anhu va aytadiki, Amirul Mu'minin shoshmang. Allohga qasamki, ma sariqtu illa bi qadarillah, men faqatgina Allohning qadari bilan o'g'irladim dedi. Bu to'g'ri javob bo'ldi. Umar radhiyallohu anhu aytdi, "Va nahnu la naqta'uka illa bi qadar." Biz ham qo'lingni faqatgina Allohning qadari bilan kesamiz dedi. Tag'alabahu Umar radhiyallohu anhu, Umar unga g'olib bo'ldi. Balki aytamizki, biz Allohning qadari bilan va Allohning shariati bilan qo'lini kesamiz. O'g'ri Allohning qadari bilan o'g'irlik qiladi, lekin u Allohning shariati bilan o'g'irlamagan bo'ladi. Va biz esa uni qo'lini Allohning qadari va shariati bilan kesamiz. Lekin Umar radhiyallohu anhu sakata an mas'alati ash-shar'i min ajli an yuqabila hadha al-muhtajja bi mithli hujjatihi. Umar radhiyallohu anhu shariat masalasidan deyishlikdan sukut qildilar. Sababi mana bu hujjatda u nima deb aytgan bo'lsa, shu gapiga yarasha javob qilishlik bilganliklari uchun deyapti. Nima deb gapirgan bo'lsa, o'sha muqobilada gapirganliklari, gapirishlik uchun. Hozir ochiq bo'ladiki, gunoh qilishlikka qadarni hujjat qilishlik botil ekanligi va yana farz qilingan narsalarni o'tib ketishligida ham qadarni hujjat qilishlik ham bu yerda botil bo'ladi. Shuning uchun insonlarni hozirgi paytda insonlarni ko'ramizki, vazifalarni qilishlikka o'zlarining ixtiyorlari bilan shoshiladilar va uni o'tkazib yubormaydilar. Agar inson suskashlik qiladigan bo'lsa, ya'ni oldinda harakat qilmasa, albatta insonlar bunda ma'lumot qiladi. Mimma yadullu dalalatan wadihatan ala anna al-insana lahu iradatun wa lahu ikhtiyarun. Ya'ni ochiq bir dalolat qiladigan narsalardan bo'lyapti. Inson u uchun ixtiyor bor ekanligi. Va batala bidalika, mana shu bilan ihtijazul asi bi qadarillahi ala ma'asillah. Mana shu bilan gunohdor Allohga gunoh qilishlikda Allohning qadarini hujjat qilishligi yo'q bo'ldi, ya'ni botil bo'ldi. Va naqulu lahu anta qadarta al-an, biz aytamizki unga, sen annalloha qad kataba alayka al-ma'siyata fa'asayta. Hozir sen qadarni Alloh taolo senga gunoh qilishlikni yozib qo'ygan ekanligini, qadar deb aytdingda gunoh qilding. Nima uchun endi Alloh taolo senga itoatni yozib qo'ygan deb turib itoat qilmayapsan? Ya'ni itoatga bormayapsan. Chunki qadar o'zi yashirilgan, sirriy holatda. Uni faqatgina Alloh biladi. Nima bo'layotganini, nima bo'lishligini va biz bilmaymizki nimani Alloh taolo qazo qadar qilganligini, nimani belgilab qo'yganligini illa voqea bo'lgandan keyin bilamiz. Agar sen shu gunohga qadam bossang-da, agar qadam bossang, nima uchun itoatga qadam bosmayapsan? Va annahu, va aytyapsanki bu Allohning qazo va qadari deb aytyapsan. Ish alhamdulillah ochiq narsa. Allohga hamd bo'lsin, ochiq. Va qazo qadar borasidagi masalalar agar ko'tarilmaganda edi, uni bahs qilishlikka hojat yo'q edi, ya'ni bu narsa haqida gaplashishga. Chunki bu narsa ochiq deyapti. Va annahu la hujjata bil qadar ala fi'l al-ma'asi, va albatta gunoh qilishlikka yoki gunohni, vojibotni tark qilishlikka qadar bilan hujjat yo'q deb Usaymin rahimahulloh mavzuni tugatdi. Xo'p, biz o'sha qazo qadar haqidagi 4 ta martabani aytgan edik. Shu 4 ta martabadan 4-martabaga keldik. Bu martabalar birinchisi ilm, keyin kitobat, Allohni bilishligi va yozib qo'yganligi va Allohning xohishi va Allohni
nimasi yaratishligi. Endi 4-inchisi Allohning yaratishligi haqida. Fa kullu ma fil kawni fa huwa makhluqun lillahi azza wa jalla fa bin nisbati lima yahduthuhu Alloh ta'ala min fi'lihi kal matar wa inabati al-ardi wa ma ashbaha dhalik fa huwa makhluqun lillahi ta'ala la shak. Koinotdagi barcha narsalar Alloh uchun maxluqdir. Fa bin nisbati lima yahduthuhu Alloh min fi'lihi, Allohning fe'lidan, ya'ni Alloh paydo qilayotgan narsalarga nisbatan yomg'ir yog'ishligi, yerdan o'simliklar chiqishligi va mana shunga o'xshagan narsalarda ham, mana shular barchasi ham shubhasiz Alloh uchun maxluqdir. Lekin bandani fe'liga nisbatan esa u ham Alloh uchun maxluq bo'ladimi yoki yo'qmi? Ya'ni banda bajaradigan narsalar Alloh uchun maxluqmi, maxluq emasmi degan savol. Javobi ha, u Alloh uchun maxluq. Insonning harakatlari, sukunati barchasi Alloh uchun maxluq. Buni vajhlari birinchidan Alloh taolo insonni yaratdi va unga iroda, qudratni, qilishlikni berdi. Qiladigan narsa bilan qiladigan narsalar va sababi bandani, ya'ni bir narsani qilishligini sababi lima yujaduhu irodatul jazima wal qudratut tamma. Sababi albatta bu qattiq bir qaror va kuchli bir, ya'ni mukammal bir qudrat topilinganligi uchun. Bu ikki sifat ham Alloh uchun maxluqdir. Sababni yaratuvchisi ham xoliqul lil musabbib. Musabbib ya'ni sababni ham yaratuvchi, musabbib uchun ham yaratuvchi. Xo'p, ikkinchisi inson jismi va sifati bilan insondir. Fa kama annahu maxluqun lillahi bi jismihi fa huwa maxluqun lahu bi wasfihi. U xuddiki Alloh uchun jismi bilan maxluq bo'lgani kabi, u sifati bilan ham maxluq hisoblanadi va fe'li ham Alloh uchun maxluqdir. Xuddiki misol uchun uzunlik, kaltalik, oppoqlik, qoralik, semizlik, ozg'inliklar barchasi Alloh uchun maxluq. Mana shuningdek yana insonning fe'llari ham Alloh uchun maxluq. Chunki u fe'llardan sifatun min awsafi, uni o'sha insonning sifatlaridan bir sifati. Va xoliqul asli xoliqul lis sifat. Aslni yaratuvchi sifatni ham yaratuvchisidir. Va yadullu li hada qawlu Ibrohim alayhissalam li qawmihi qala ata'buduna ma tanhitun wallohu xalaqakum va ma ta'malun. Bunga dalolat qiladiki, Ibrohim alayhissalomning so'zlari, qavmiga aytgan so'zlari, qala ata'buduna ma tanhitun, ya'ni o'zlaringiz kesib naqsh solgan narsalaringizga ibodat qilasizlarmi? Alloh taolo sizlarni ham, sizlar qilayotgan ishlarni ham yaratgan zotdir. Endi oyat ikkita ma'noni o'z ichiga olyapti. Birinchisi, bu yerdagi ma masdariya bo'lib, ma'nosi xalaqakum va xalaqa amalakum. Ya'ni sizlarni ham yaratgan zot va amallaringizni ham yaratgan zot. Va hada nassun fi anna amal al-insani makhluqun lillah. Mana bundan dalil bo'ladiki, insonning amali Alloh uchun nima bo'ladi? Maxluq bo'lganligi. Ikkinchi ma'nosi ma bu yerda va ma ta'maluna. Qala ta'buduna ma tanhitun wallohu xalaqakum va ma ta'malun. Bu yerdagi ma ta'malundagi ma bu yerda endi ism mavsula deyapti. Ma'nosi esa xalaqakum va xalaqallazi ta'malunahu va taj'alunahu alihatan asnaman fa alihatuhum hadhihi makhluqatun. Va ala hadha al-ma'na yumkinu an naqula inna al-aya dalilun ala anna ala xalq af'alil ibadi ala hada at-taqdiri. Bu yerda aytayapti, sizlarni ham yaratgan zot va sizlar qilayotgan amallarni ham yaratgan zotdir. Va u o'sha sizlar qilayotgan amallar olihalarni qildilaringiz, olihalarni yasadlaringiz. Chunki sizlar yasadlaringiz buni. Olihalar ham maxluq hisoblanadi. Mana shunga ko'ra ma'no mumkin bo'ladiki, biz aytishligimiz oyat bandalarning fe'llarini yaratishlikka ham va mana bu taqdir mana bu ya'ni belgilashlikka ham dalolat qilishligi. Ya'ni idza kana al-ma'mulu makhluqan lillah, demak bu amal qilingan narsa, ya'ni yasalgan narsalar Alloh uchun maxluq ekan. Lazima an yakuna amalul insani makhluqan. Endi insonda amali ham maxluqligi lozim bo'lib qoladi. Li'anna al-ma'mul ma'mula kama kana bi amali al-insan. Ya'ni yasalgan narsa, amal qilingan narsa insonda amali bilan bo'ldi. Amal qilingan narsa, inson esa huwa allazi bashara al-amala fil ma'mul. Inson amalni ma'mulni ustida bajaryapti. Ya'ni amal, ya'ni fe'li, uni qilishlik harakatlari. Ma'mul esa o'sha qilinib turgan narsa. Fa idza kana al-ma'mulu makhluqan lillah, demak ma'mul Alloh uchun maxluq hisoblanadi. Xo'p, lazima yakuna fi'lul 'abdi makhluqan. Endi bandani ham fe'li maxluqdir. Fa yakunu fil ayati dalilun ala xalqi af'alil ibadi ala kalamil ihtimalayn. Bandani fe'li maxluq ekanligi oyatda bandalarning fe'llarini ham yaratishligiga ikki ehtimolda ham dalil bo'lyapti. Fe'l ham, amal ham, ma'mul ham bu yerda xalq, ya'ni yaratilgan ekanligiga dalil bo'lyapti. Bu oyatdagi holatda ham, ya'ni bandani fe'li maxluq bo'ladi. Oyatda esa bandalarning fe'llarini maxluq ekanligida ikkita ehtimolda ham dalil. Yana hadisning foydalaridan 19-chisi, annal qadara laysa fihi sharrun va innama sharru fil maqduri. Foydalardan 19-foydaga kelibmiz. Qadar, uni ichida yomonlik yo'q, faqatgina yomonlik maqdurda, qadar qilingan narsada bo'ladi, deyapti. Endi buni tushuntirishda boshlaydi endi Usaymin rahimahulloh. Va tawdih zalika, buni ochiqlashlikda bi annal qadara bin nisbati li fi'lillahi kulluhu khayrun. Endi bunda Allohning fe'liga nisbatan barchasi yaxshilikdir. Bunga dalolat qiladiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning quyidagi so'zlari: "Va sharru laysa ilayk." Yomonlik senga emas deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohga aytadi. Ay la yunsabu ilayk, senga nisbatlanmaydi. Fa nafsu qada'illahi ta'ala laysa fihi sharrun abadan. Allohning qazosining o'zida unda hech qachon yomonlik yo'q. Li'annahu sadara an rahmatin va hikmatin. U narsa Allohning rahmati va hikmati bilan sodir bo'ladi. Li'anna ash-sharral mahdha
la yaqa illa min ash-sharir. Allohu ta'ala khayru va abqa. Sof yomonlik faqatgina yomonlikni qilgan kimsadan voqe bo'ladi. Alloh taolo yaxshilik egasi va yaxshilikda abadiy qoladigan zot. Idan kayfa nuwajjihu? Unday bo'ladigan bo'lsa, va tu'minu bil qadari khayrihi va sharrihi. Qadarning yaxshiligi, yomonligiga iymon keltirasan deyishlikka qanday yuzlanamiz bu holatda? Bunday bo'ladigan bo'lsa. Javob: an naqula al maf'ulat wal makhluqat hiya allati fiha al khayr va shar. Ya'ni qilinadigan narsalar va yaratilgan narsalarda ularda yaxshilik va yomonlik bor. Ammo Allohning fe'lidagi asl va u qadar bo'lsa ham unda yomonlik yo'q uning ichida. Buning misoli Alloh taolaning quyidagi so'zi: "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Dengizda ham fasod zohir bo'ldi. Insonlarni shu qo'lidagi kasb qilgan narsasi sababli. Hada bayanu sababi fasadil ard. Bu yerdagi fasodni sababini bayonoti bo'lyapti. Ammo hikmat faqala liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ularga qilgan amallarini ba'zisini xotirib qo'yishlik uchun la'allahum yarji'un, shoyatki ular qaytsalar deb. Demak bu musibatlar min jadabil ard, quruqlikdan, kasallik yoki faqirlikdan bo'lgan mana bu bo'lyapti bu musibatlar. Walakin ma'alaha ila khayrin. Xo'p, liziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un dagi o'sha ba'zi amallarini qilgan amallarni ba'zisini toptirib qo'yishlik uchun ular shoyatki ular qaytib qolsalar deganda bu musibatlar qurg'oqchilik bo'lsin, kasallik yoki faqirlik bo'lsin, qaysiki ya'ni holatdagi musibatlar, ya'ni bu azob deganimizda. Lekin uni qaytadigan yaxshilikka o'rni yaxshilikka bo'ladi. Yomonlik Alloh taologa izofa qilinmaydi. Lekin maf'ulatlarga, maxluqotlarga va qilinadigan, bajariladigan narsalarga izofa qilinadi. Ma annaha sharrun min wajhin, u bir jihatdan yomonlik bo'lsa ham khayrun min wajhin akhar, boshqa bir jihatdan bir yaxshilikdir. Fatakunu sharran bin nazari ila ma yahsulu minha min al-adiyya. Yomonlik qarashlik, qanday qarashlik bilan aziyat unda hosil bo'lishligiga qarashlik bilan u yomonlik bo'ladi. Lekin bir yomonlik bo'ladi, qanday aziyat hosil bo'lishligi sababli bir yomonlik hisoblanadi. Lekin khayrun bima yahsulu minha min al-aqibati al-hamida. Oqibatda, ya'ni oxirida maqtanishligi hosil bo'ladigan unda yaxshilik ham bor. Liziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ularga tushadigan amallarini ba'zisini ularga torttirib qo'yadi. Shoyatki ular qaytsalar deb. Alloh taolo qul a'udhu bi robbil falaq deb aytdi, min sharri ma xalaq. Falaqni Robbisi bilan panoh so'rayman va yaratgan narsasining yomonligidan panoh so'rayman. Fa nisbu sharri ila al-makhluq. Demak, bu yerda yomonlik nisbati maxluqqa berilyapti. Va hikmatdan bo'ladiki, maxluqda yaxshilik ham yomonlik ham bor ekanligi. Li'annahu lawla sharra ma urifa al-khayr. Agar yomonlik bo'lmaganda yaxshilik bilinmasdi. Kama qil va bi diddiha tatabayyanu al-ashya. Uning ziddi bilan narsalar bayon bo'ladi. Bir narsani ziddi bilan boshqa narsani ziddi ko'rinadi, ya'ni. Falau kana an-nasu kulluhum ala khayrin arafna ash-sharr. Agar insonlarning barchasi yaxshilikda bo'ladigan bo'lsa, ma arafna ash-sharra. Biz yomonlikni bilmagan bo'lardik. Falau kana kulluhum ala sharri ma arafna al-khayra. Agar ularning barchasi yomonlikda bo'lsalar, ularning barchasi faqat yomonlikda bo'lganda ma arafna al-khayra, yaxshilikni bilmagan bo'lardi. Kama annahu la ya'rafu al-jimal illa bi wujudil qabih jamal. Go'zallik faqatgina qabih yomonlikda, ya'ni xunuklikni borligi bilan bilinadi. Agar narsalarning barchasi jamal bo'ladi, chiroyli bo'ladigan bo'lsa, ma arafna al-qabih, yomonlikni bilmay qolamiz. Demak, yomonlikni paydo bo'lishligi, qilishlikda yaxshilikni u bilan bilib olamiz. Lekin kavnillahi ta'ala yujadu hada ash-sharr laysa sharrun. Lekin Alloh taoloning kavnisida mana bu bo'layotgan, topilayotgan yomonliklar yomonlik emas. Bu yerda fe'l bilan maf'ulning orasida farq bor. Alloh taolo yomonlikda bor bo'lishligi bu yaxshilikni bilib olishligimiz uchun. Alloh taoloning koinotdagi mana bu topilayotgan yomonliklar u yomonlik emas. Bu yerda fe'l bilan maf'ulning orasidagi farq bor. Allohning fe'li, ya'ni u qadar qilib qo'ygan Allohning fe'lida u yomonlik yo'q. Maf'ul, ya'ni bu masala maf'ulda. U muqaddar, ya'ni qadar qilingan mana bu maf'ul esa ikki qismga bo'lindi, yaxshilik va yomonlikka. Mana bu borlik, maxluqdagi bor bo'lgan yomonlik esa katta bir hikmat uchun bo'ladi. Agar bir aytuvchi aytsaki, limada qaddarallohu shar, nima uchun Alloh taolo yomonlikni ham qadar qildi? Javob: avvalan liyu'rafa bihil khayr. Bu bilan yaxshilikni bilinishligi uchun. Ikkinchidan, insonlar Alloh taologa yo'liqishligi uchun. Uchinchidan, Allohga insonlar tavba qilishligi uchun. Qanchadan qancha insonlar borki, ibodatni kecha kunduz ibodatni qilmaydi, illo nima uchun qiladi? Yomonlikdan, ya'ni xalqning yomonligidan qo'rqib qiladi. Va ibodatni muhofaza qiladigan kimsalarni ham topasanki, nima uchun? Yomonlikdan saqlanishlik uchun. Bu va hadi shururu fil makhluqat litahmil al-insanu ala al-adhkar wal awrad va ma ashbaha fa hiya khayrun. Yomonliklardan saqlanishlik uchun ibodatlarni bajaradiganlarni topasan, bu yomonliklar maxluqotlarda bo'ladi. Inson zikr, ibodatlar va shunga o'xshagan narsalarni undaydi. Insonni o'sha zikr qilishlikka, mana shu yomonliklar deylik. Yomonliklar insonni Allohni zikr qilishlikka, Allohga ibodat qilishlikka va shunga o'xshagan narsalarga undaydi. Bu yaxshilik. Ko'rinish yomonlik, lekin yaxshilikka undaydi.
ولنضرب مثلا في رجل له ابن عليه تماما. Yana bir misol keltiramizki, bir insonda ya'ni juda mehribon bo'lgan bir o'g'li bor va o'g'li ya'ni o'g'liga mehribon bo'lgan bir tom holatdagi o'g'liga mehribon bo'lgan bir kishi bor. Endi o'g'li bir kasallik bilan kasallandi va aniq ma'lum bo'ldiki, bu o'g'ilni illa o't bilan yondirilishi kerak. Shubha yo'qki, o't azob beruvchi narsa, o'g'liga azob beradi, lekin ota shu bolani maslahati, foydasi uchun mana bu o't bilan, mana shu o't bilan yaxshi bo'lishligini umid qilib kuydiradi. Aslida o'zini nafsida bu kuydirishlik yomonlik, lekin natijasi yaxshilik. Misol tariqasida aytyapti. Agar sen bilsang, Alloh taoloning fe'llari barchasi yaxshilikdir. Allohning qadariga xotirjam. Allohning fe'lidagi barcha narsa yaxshilik ekanligini biladigan bo'lsang, Allohning qadariga, qadr qilgan narsasiga xotirjam bo'lib, tamomiy holatda taslim bo'lasan. Va kunta kama qala azza va jalla, Alloh taolo aytadiki, "Ma yu'min billahi yahdi qalbahu." Kimiki Allohga iymon keltiradigan bo'lsa, uni qalbini hidoyat qiladi. Alqama aytdiki, bir musibat bilan musibatlangan kishi u Alloh tarafidan ekanligini bilsa, rozi bo'lib taslim bo'ladi deb aytgan ekan Alqama radhiyallohu anhu. Hop, inson bu Alqama radhiyallohu anhu yoki boshqasini bilmayman, shu Alqamani misol keltiribdi. Inson agar qadarga haqqoniy jihatdan rozi bo'ladigan bo'lsa, mahzunlik va g'am tashvishlardan rohatda bo'ladi. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi so'zlar kabi: "Al-mu'minul qawiyyu khayrun va ahabbu ila Allohi minal mu'minid da'ifi." Ya'ni kuchli mu'min Alloh taologa zaif mu'mindan ko'ra yaxshiroq va suyukliroq. Va fi kulli khayrin, har qanday yaxshilikda va har qanday yaxshilikka ihris ala ma yanfa'u. Ya'ni senga manfaat bo'ladigan narsalarga haris bo'lgan. Allohdan yordam so'rab ojiz qolmagan. Agar va in asabaka shay'un, senga bir musibat keladigan bo'lsa, fala taqul law anni fa'altu kaza lakana kaza. Agar bunday qilganimda bunday bo'lardi deb aytmagin. Fa inna law taftahu amal ash-shayton. Law ya'ni bu agar degan so'z shaytonning amalini ochib beradi, ishini ochib beradi deyapti. Fa amru nabiy sallallohu alayhi vasallam manfaat beradigan narsaga haris bo'lishlikka buyurdilar. Agar ishlar turli xil bo'ladigan bo'lsa, aniq bo'ladi. Faqul hada qaddaralloh, ya'ni ishlar teskari bo'lib ketadigan bo'lsa, hada qaddarallohu va ma sha'a. Ya'ni ayni shu Alloh qadar qilib qo'ygan narsa, nima xohlasa shuni qiladi degani. وليس المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم so'zlaridan maqsad al-mu'min al-qawiyyu khayrun va ahabbu ila Allohi min al-mu'min ad-da'if. Ya'ni kuchli mu'min zaif mu'mindan ko'ra Allohga suyukliroq, yaxshidir degan so'zlardan maqsad qawiyyul adalat, ya'ni mushaga kuchli bo'lgan emas. Bal murod maqsad al-mu'min al-qawiyyu fi imanihi, imonida kuchli bo'lgan kimsa. Va fi jismda emas. Qancha insonlar bor, jismi kuchli jismga ega, lekin unda bir yaxshilik yo'q. Va aksi bilan, va mana shu munosabat bilan mana bu jumlani yozsang, agar yozadigan bo'lsa, al-mu'min al-qawiyyu khayrun va ahabbu ila Allohi min al-mu'min ad-da'if. على لوحة كبيرة فوق ملعب الرياض على أن المراد بالمؤمن القوي قوي العضلات فإن هذا لا يجوز. مثلا deyapti, mana bu jumlani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan mana shu kuchli mu'min zaif mu'mindan ko'ra Alloh taologa suyukli, yaxshidir degan so'zni mana bu jumlani bir katta bir doskaga yozsang, ya'ni bir o'ynaladigan bir bog'larga yozib qo'yadigan bo'lsang, ular shunda kallasiga shu narsa kelib qoladiki, kuchli deganda bilagi kuchli bo'lgan mu'minni nazarda qoladi. Bu joiz emas deyaptilar. Muhimi, yomonlik Alloh taologa nisbat berilmaydi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol va sharra laysa ilak. Yomonlik senga emas. Faqat yomonliklar mahluqotlarga nisbatlanadi dedi Alloh taolo. Qul a'udhu bi robbil falaq min sharri ma xalaq. Fasharru yunsabu ila al-makhluqat. Ayting Muhammad alayhissalom, falaqni Robbisiz bilan panoh so'rayman, yaratgan narsasini yomonligidan. Yomonlik mahluqotlarga nisbatlanadi deb aytdilar. Bu yerda masala mahluqotlarni ijod qilishlik, yomonliklarni ijod qilishdagi bu qadarda, ya'ni paydo qilishligidagi qadarda hikmat bormi? Hikmat bor. Mana bu yomon mahluqotlar bo'lmaganda edi, biz mahluqotlarni, yaxshi mahluqotlarni qadrini bilmasdik. Bo'ri misol uchun kichik jism, eshakka nisbatan kichik jismli. Mana shu bilan birgalikda bo'ri insonni yeydi. Alloh taolo Yusuf surasida ala lisan Yaqubning tilida aytdi. Va akhafu an ya'kulahu dhi'b. Qo'rqamanki, bo'ri uni yeb qo'yishligidan. Va ma'lum bo'ladiki, yovvoyi eshak la ya'kulu inson yemaydi. Bal innal ba'irul qawi lil kabiril jism inqadu lis-sabiyyi as-saghir. Bu yerda tuyani nazarda tutilyapti ekan. Tuya kuchli, katta, jismi katta bo'lgan hayvon. Yosh bola uchun egiladi u. Alloh taolo aytadiki, avalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Biz ular uchun kuchimiz bilan qilgan narsamizdan hayvonlarni yaratganligimizni ko'rmadilarmi? Ular bu hayvonga moliklar. Va dallalnaha lahum faminha rakubuhum va minha ya'kulun. Va biz o'sha hayvonni ular uchun bo'ysuntirib qo'ydik. Undan miniladigan va undan yeyiladiganlari bor. Fata'ammal al-hikmatal baligha anna Alloh ta'ala khalaqal ibil va hiya ajsamun kabira. Fikr qil, katta bir hikmatni fikr qilgin. Alloh taolo tuyani yaratdi. Bu katta bir jism bo'la turib, Alloh taolo bizlarga buyurdiki, an natadabbara, bizni bu haythu qala afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Tuyaga qaramadilarmi qanday yaratilgan ekanligini deb aytgan o'rinda boshqarishligimizga buyurdi. Tadabbur qilishligimizga buyurdi. Fikr qilishligimizga buyurdi. Tuya, bo'ri va shunga o'xshagan narsalarni yaratdi.
mimma yu'azzibani adam, odam bolasiga aziyat beradigan narsalardan, hatto insonlar mana bu bilan Allohning qudratini bilishlari uchun. Albatta ishlarni barchasi Allohning qo'lidadir. Xo'p, endi 20-foydalardan qiyomatni biror Allohdan boshqa biror kimsa bilmaydi. Chunki rasullarni, farishtalardan rasullarni afzali bo'lgan zot, ya'ni Jibril alayhissalom bashariyatni rasullarining eng afzali bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan so'rayapti va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ma mas'ulu anha bi a'lama lis-sa'ili. U haqida so'ralingan narsadan so'rovchidan ko'ra biluvchiroq emasman deyishlik bilan javob qildilar. Bu yerda mana bu foydalarda tartib topadiki, insonlardan birortasi bir shaxsni tasdiqlasa, idda'annahu an-sa'ata taqumu fi waqtil fulan, falonchi vaqtda qiyomat falonchi vaqtda voqea bo'ladi deb da'vo qiladigan bo'lsa, u nima bo'ladi? Kofir bo'ladi, chunki u Qur'on va sunnatni yolg'onga chiqargan bo'ladi. 21-foyda qiyomatning buyukligi, kattaligi. Va li hada ja'at laha amaratun, shuning uchun katta bir alomatlar keldiki, hatta yasta'iddun nas laha razaqanallohu va iyyakum al-isti'dad laha. Alloh taolo ya'ni bu bilan insonlarni tayyorgarlik ko'rsin deb. Alloh taolo bizlarni ham sizlarni ham tayyorgarlik ko'rishlikka nasib qilsin deb aytayapti Musulmon rahimahulloh. Va 22-foyda annana idza kunna la na'lamu shay'a fa innana natlubu ma yakunu min alamatihi. Agar biz biror narsani bilmaydigan bo'lsak, biz ya'ni uni alomatidan bo'lgan narsani talab qilamiz. Ya'ni Jibril alayhissalom, chunki Jibril alayhissalom qala akhbirni an amaratiha, menga uni alomatlari haqida xabar qiling deb aytdi. 23-foyda bir misol keltirdi. Bima zakarahu Nabiy sallallohu alayhi vasallam, Nabiy sallallohu alayhi vasallam zikr qilgan narsa bilan antalidal amatu rabbataha, cho'ra o'zini hojasini tug'adi. Boshqa bir lafzda hoja ayol, hoja erkak deyapti. Antaral hufatal uratal ailata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyani. Ikkinchi alomatidan yalang'och, faqir bo'lgan kimsalar, bu qo'y boqarlarni uy qurishlikda bir-birlari bilan musobaqalashayotganligini ko'rasiz, deyaptilar. Agar bir aytuvchi aytsaki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam boshqa bir bundanda ochiqroq bo'lgan boshqa bir alomatlarni zikr qilmadilar desa, javobi alomatlar ochiqdir. Unga savol berishlikka hojat yo'q. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana bu suratni zikr qilishlikka burildilar, to'g'riladilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shuni zikr qilishlikka burildilar, deyapti. 24-foyda farishtalar agar basharga aylanadigan bo'lsalar, yuradilar. Umar roziyallohu anhu aytdiki, talaqa keyin ketdi deb. Va hal yamshuna idza kana ala sifatil khalqi allazi khalaqallohu alayhi. Yana savol beradiki, u yaratilgan sifatga ko'ra allazi khalaqu alayhi. Ular xuliqu alayhi. Unga yaratilgan narsalarni, ular yaratilgan narsani yaratilgan xalqning sifatida bo'ladilar, holatda yuradilarmi? Yaratilgan xalqning sifatida yuradilar. Javobi Alloh taolo aytgan, "Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim minas samai malakan rasula." 95-oyati Isro surasini. Ayting Muhammad alayhisalom, agar yer yuzida farishtalar xotirjam holatda yurganlarida edi, ya'ni maskan tutib yashab yurganlarida edi, ularga biz osmondan farishta elchi yuborardik. Tushirgan bo'lardik deyapti. Ular uchun ajnihatun yatiruna biha, ular uchun ularning qanotlari bor, u bilan ular uchadigan. Alloh taolo aytadiki, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'alil malaikata rusulan uli ajnihatin mathna va thulatha va ruba'. Osmonlar va yerni yaratgan Alloh uchun hamd bo'lsin. U zot farishtalarni elchilar qildi. Ularni qanot sohibi holatda uli ajnihatin 1 2 3 4 qanot egalari qilib elchi qildi deb aytayapti. Xo'p, endi 25-foyda ilqoil alim ala talabatihi ma yakhfa alayhim. Yaqul Nabiy sallallohu alayhi vasallam atadruna man is-sa'il. Olim odam talabalarga ularga maxfiy bo'lgan narsani tashlashligi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlari kabi, so'rovchining kimligini bildilaringmi dedilar-ku. Xo'p, endi 26-foyda annas-sa'il min al-ilmi yakunu mualliman liman sami'a al-jawab. Ilm haqida so'rovchi, javobini eshitadigan kimsa uchun muallim bo'ladi. Yani Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم مع أن الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما كان السؤال جبريل هو السبب جعله هو المعلم. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Jibril sizlarga diningizni o'rgatishlik uchun keldi. Annalladhi allamahum nabiy sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga o'rgatganliklari bilan birgalikda. Lekin bu yerda Jibril alayhisalomning so'rashligi uni muallimligini sababidir. Tasdiqlashligiga ko'ra. Va yatafarra'u ala hada, bundan kelib chiqadiki, tolibi ilm uchun agar masalani biladigan bo'lsa va muhim masala bo'ladigan bo'lsa, uni bilishlik muhim masala bo'ladigan bo'lsa, u haqida so'rashligi tolib ilm uchun lozim bo'ladi. Va agar uni biladigan bo'lsa va sa'ala anha, va uni agar so'rasa, shu 26-naqani foydada ilm haqida so'rovchi javobini eshitadigan kimsa uchun muallim bo'ladi deb turib, biz anaqasini javob sifatida Nabiy sallallohu alayhi vasallam Jibril keldida sizlarga diningizni o'rgatish uchun keldi sizlarga oldinglarga deyaptilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularga o'rgatgan bo'lishlariga bilan birgalikda Jibrilni so'rashligi sababi u muallimligini ishorati. Bu yerda yana qanday muallim bo'ladi? So'rab turib tasdiqlayapti-da shuning uchun. Va bu yerda yana kelib chiqadigan narsaki, talab ilm uchun bir masalani biladigan bo'lsa, uni bilishlik muhim bo'ladigan bir masala bo'lsa, u haqida so'rashligi va uni biladigan bo'lsa,
va u haqida so'rasa va unga javob berilsa, u muallim hisoblanadi. Ya'ni kelib chiqadigan narsa shunday bo'lyapti, talib ilm uchun agar bir masalani biladigan bo'lsa va u bilishlik muhim bo'lgan bir masala bo'lsa, u haqida so'rasa, bilishlik muhim bo'ladigan bo'lsa, u haqida so'rashligi lozim bo'ladi va agar uni biladigan bo'lsa-da, u haqida so'rasa va o'zi javob qiladigan bo'lsa, bu muallim 27-foyda sabab hukm ustida qurilgan paytda hukm sabab uchun bo'ladi. Shuning uchun ulamolar mana bu qoidani ko'p masalalarda zikr qildilar. Bunga misol tariqasida aytadi: agar ikki kishi bir shaxsga nisbatan uni murtad bo'lganligida yoki qarshi jang qilganligida guvohlik keltirishlikda, qatl qilinishligi vojib qilishlikka, ya'ni shohidlik bo'lsa, keyin qozi unga hukm qilsa-da va mana bu shaxs qatl qilinsa, keyin kelib turib biz uni o'ldirishlikni qasd qilganday desa, mana bu shohidlar ham qatl qilinadilar, chunki hukm shohidlarning ustiga qurildi, ular sababchi edi. Sabab edi. Lekin agar ya'ni sababchi ham va shu ishni bajaruvchisi ham jamlanib qolsa, kafolat o'z-o'zidan o'sha bajaruvchiga o'tadi. Illo agar shu kafolatni qo'yishlikka mumkin bo'lmagan, imkonsiz bo'lgan o'rin bo'lsa, u yerda mutasabbibga bo'ladi. Misoli bunga bir kishi chuqur kovlagan, yo'lga bir chuqur kovladi, unga bir kishi kelib to'xtadi. Ya'ni tushib kelib to'xtadi, bu uchinchi kishi kelib turib, bu kishini itarib yubordi, o'sha chuqurlikka tushib o'ldi. Bu yerda qasos olinishlikka domon, ya'ni shu kafolat kafil bo'ladigan kishi shu itargan kishi bo'ladi, chunki u shu ishni bajargan kishidir. Boshqa misol, bir kishi bir sherni oldiga bir odamni tashlaydi. Bu odamni keyin u sher yeydi. Bajaruvchisi bu yerda sher bo'lishiga qaramasdan, lekin sherni oldiga o'sha bu kishini, o'sha tashlagan kimsa, bu mana bu kishi edi. Bu yerda domon, ya'ni bu kafolati o'sha sherga kafolatni qo'yishlikdan mumkin bo'lmaganligi uchun kishini ustida bo'ladi, ya'ni o'sha tashlagan kishining ustida bo'ladi. Hadisni 28-foydalardan 28-si mana bu hadisda zikr qilingan narsa u din ekanligi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sizlarning dinlaringizni o'rgatishlik uchun deganlaridir. Lekin tafsilot yo'liga ko'ra emas, bu qisqacha yo'lga ko'radir. Endi bir aytuvchi aytsaki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ad-dinu an-nasiha deb 3 marta, din nasihatdir deb 3 marta aytganlari emasmi? Ya'ni din nasihatdir Alloh uchun va uning kitobi va uning rasuli va musulmonlarning olimlari va omma uchun deb aytganlari emasmi desa, javob to'g'ri. Lekin mana bu nasihat ham Jibril alayhissalomning hadisidan chiqmaydi. Chunki Jibril alayhissalomning hadisi ham islomdandir, deyapti. Sallallohu alayhi va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi robbil alamin.